Videoni o'tkazib olmay turinglar, foydali video. Bular Lexan naveslar ustiga yopiladigan materiallar shular. Ya'ni shulardan foydalanamiz. Bularning hammasidan emas, ayrimlaridan foydalanamiz. Ya'ni bizning pagodaga to'g'ri keladigan ultrafioletoviy laki bor, yaxshi leksalardan foydalanamiz. Ya'ni leksalarimizni orasida bir kamerali o'tgani ham bor, ikki kamerali o'tgani ham bor. Bularni o'zimizniki Buxoro, Rossiya, Xitoy, hamma firmaniki bor. Iloji boricha mutaxassis bilan bog'laninglar. Hamma sertifikatlari, garantiyalari bor. Pechatlari bilan voz berishadi. Bu yerda sayt-nitillar hamma birizingda bor. Xullas, adresimiz Jomiyda. Kelinglar, ko'ringlar. Ofitsialniy dilerlardan mashina leksalardan olib foydalansanglar bo'ladi. Biz o'zimizning navischimizni mashina leksalardan kerakligidan, yaxshi firmaliklardan, ya'ni misol uchun mana aytaman, sodda tushuntirganda mana ikki xil mol bor. Ikki xil mollarni kimdir to'qroq rang ko'rsa to'qroq, kimdir ochroq rang ko'rsa ochrog'ini qo'yib beramiz. Eng alamlisi garantiyaligi bor. Shu srok ichida nimadir bo'lib qolsa, zavod alishtirib beradi. Xudo xohlasa leksalarda muammo bo'lmaydi. Pastki nomerga telefon qilinglar. Ofitsialniy dilerlardan olinglar, aldanib qolmanglar.